toshsa keyin dengiz to'ladida, ko'kka boqqan ko'zlar yulduz ko'radida. Daryo toshsa keyin dengiz to'ladida, ko'kka boqqan ko'zlar yulduz ko'radida. Bek bolasi baribir bek bo'ladida, bek bolasi baribir bek bo'ladida. Orislari ikki daryo orasini, qaddin ko'ring O'zbekiston bolasini. Orislari ikki daryo orasini, qaddin ko'ring O'zbekiston bolasini. Ko'rsin deydi bu el, bolam mendan baxtli bo'lsin deydi bu el. Men ko'rmagan kunni ko'rsin deydi bu el. Kuysa faqat bolam deya kuydi bu el, kuysa faqat bolam deya kuydi bu el. Bilinadi har narsaning sarasini, qadrin ko'ring O'zbekiston bolasini. Bilinadi har narsaning sarasini, qadrin ko'ring O'zbekiston bolasini. Sultoning yo'l ochib dedi, yo'l seniki. Qadim tarix so'zlashgan shu til seniki. Sultoning yo'l ochib dedi, yo'l seniki. Yillar senga hadya bo'lsin, yil seniki. Yillar senga hadya bo'lsin, yil seniki. Topib berdi har orzuning chorasini, baxtim ko'ring O'zbekiston bolasini. Topib berdi har orzuning chorasini, baxtim ko'ring O'zbekiston bolasini. Orislari ikki daryo orasini, qaddim ko'ring O'zbekiston bolasini. Bilinadi har narsaning sarasini, qadrin ko'ring O'zbekiston bolasini. Topib berdi har orzuning chorasini, baxtim ko'ring O'zbekiston bolasini.
Payshanba ob-havo quyosh. Quyoshni belgilab qo'ying. Barakallah. Bolajonlar, hammangizni yoningizda mana bunday qog'oz bor. Hozir har bitta javobingiz uchun opangiz gul beradi. Ball sifatida buni olib turib, shu nimaga yopishtirib to'playsiz. Oxirida sanaymiz. Qani bolajonlar, bu yilning prezidentimiz qanday nomladi? Muslima. Barakallah. Hozir vatanimizda qanday siyosiy jarayon Saylovsi. juda ham yaxshi. Prezidentlikka kimlarni nomzodi qo'yilgan? Muharram O'zbekiston liberal demokratik partiyasidan prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov. Barakallah. Rayhona Xalq demokratik partiyasidan Xotamjon Qirmonov. Barakallah. Milliy tiklanish partiyasidan kim? Milliy tiklanish partiyasidan Akmal Saidov. Barakallah. Yana oxirgisi Adolat partiyasidan. Adolat partiyasidan Naqmay. Barakallah. Hozir darsimiz nima bo'lajak? O'qish kitobimni challar har o'g'il qizlar minnat ilm olgin deb o'qish kitobim dono bo'lgan. Barakallah. O'qishdan biz nimalarni bilishimiz kerak? Qani, aytavering. Bir daqiqa. 4 daqiqa ichida 25 ta 30 So'zli, notanish, notanish matnlar. matnni o'qiy olishimiz Barakallah. kerak. So'zlarini to'g'ri va yomon o'qish asar haqida ayta olaman. Ayta olishim kerak, Fatima. Matnlar yozsam berilgan savollarga o'qish kerak, javobini topa olishim kerak. Matnga mos maqollar ayta olishim kerak, ssenariy tartibda so'zlashim kerak. Juda ham yaxshi. Yana nimalarni bilishimiz kerak? Muslimaxon. Qanaqa? Rasmga qarab turib ijodiy fikr tuzishga o'tgabli matn olishim kerak. Yaxshi. Kichkina hajmdagi matnlarni mustaqil o'qib chiqib, mazmunini so'zlay olishim kerak. Juda ham yaxshi. Bolajonlar, biz o'tgan darsimizda qanday mavzuni o'rganganmiz? Shahnozaxon, Lola bog'chaga chiqib. Lola she'rini o'rganganmiz. Lola she'rini ifodali o'qishga berganman. Yodlaganlar ham bormi? Qani, Lola she'rini yodlaganlar. Bo'lmasa bir boshda aytaveramiz. Sabina. Lola bog'chaga chiqib kechga qadar o'tirdi. Eta to'xtadi, g'am o'tirdi, sochiga gul bog'ladi, chekkasiga tortdi. So'ngra uyga kirdi. Yotib dam oldi. Yaxshi, ayting Abdulaziz. Lola bog'chadan chiqib, kechki tomon gul terdi, etak to'pladi, har kungiday mo'ltirdi. Chekkasiga tortdi. Sochiga Gul bog'ladi. gul bog'ladi, chekkasiga tortdi gul. Yelkalaridan Yelkasidan tashlab, gulga ko'mildi butkul. Uyga so'ylab keldi-yu, bas yotib dam oldi, kiprigi yumildi, gulga bog'lab qoldi. Barakallah. Lola bog'chadan chiqib, kechqurun dedi, etak to'pladi, har kungidan mo'ltirdi, sochiga gul bog'ladi, chekkasiga tortdi gul. Yelkalaridan tashlab, gulga ko'mildi butkul. So'ngra uyga kirdi-yu, birpas yotib dam oldi, kiprigi yumildi, gulga bog'lab qoldi. Barakallah, Dostonbek. Lola bog'chaga chiqib, kechki odam gul terdi, etak to'pladi, har kungidan mo'ltirdi. So'ngra Sochiga gul gul bog'ladi, chekkasiga tortdi gul.
Yelkalardan tashlab Gulga ko'mildi butkul. So'ngra uyga keldi. Birpas yotib dam oldi. Kiprigi yumildi-yu, gul kabi uxlab qoldi. Yaxshi Muslimaxon. Lola bahçeye chiqib ketdi. Gullar etak-etak to'plab sochiga gul bog'ladi. Yelkalardan tashlab gulga ko'mildi Qattiqroq. butkul. So'ngra uyga keldi. Birpas dam oldi. Kiprigi yumildi, gul kabi uxlab qoldi. Barakalloh. Lola bog'chaga chiqdi. Kechga qadar gul terdi. Etak-etak to'pladi. Har kungidan mol terdi. Sochiga gul bog'ladi. Chakkasiga taxti gul. Yelkalaridan tashlab gulga ko'mildi butkul. So'ngra uyga keldi-yu, yotib biroz dam oldi. Kiprik yumildi-yu, gul kabi uxlab qoldi. Muslimaxon, tez aytamiz. Kechga qadar gul terdi. Etak-etak to'pladi. Har kungidan mol terdi. Sochiga gul bog'ladi, chakkasiga taxti gul. Yelkalaridan tashlab gulga ko'mildi butkul. So'ngra uyga keldi-yu, birpas yotib oldi. Kiprigi yumildi, gul kabi uxlab qoldi. Barakalloh. Vaqtiga chiqdik. Kechga qadar Kechga qadar gul terdi, etak-etak to'pladi. Har kungidan mol terdi. Sochiga gul bog'ladi, chakkasiga taxti yelkalaridan tushirib, gulga butkul ko'mildi. So'ngra uyga kelgach, birpas yotib dam oldi. Kiprigi yumildi, gul kabi uxlab qoldi. yaxshi Mohidil tez. Kechga qadar gul terdi, etak-etak to'pladi. Har kunni bo'ldi. Sochiga gul bog'ladi, chekkasiga taxti gul. Yelkalaridan tashlab gulga ko'mildi butkul. So'ngra uyga keldi-yu, birpas yotib dam oldi. Kiprigi yumildi, gul kabi uxlab qoldi. Ismoil. Lola bog'chaga chiqdi. Kechga qadar gul terdi, etak-etak to'pladi. Har kungidan mol terdi. Sochiga gul bog'ladi, chekkasiga taxti gul. Yelkalaridan tashlab gulga ko'mildi butkul. So'ngra uyga keldi, birpas yotib dam oldi. Kiprigi yumildi, gul kabi uxlab qoldi. Shahnozaxon. Lola bog'chadan chiqib kechga qadar gul terdi, etak-etak to'pladi. Har kungidan mol terdi. Sochiga gul bog'ladi, chakkasiga taxti gul. Yelkalaridan tashlab gulga ko'mildi butkul. So'ngra uyga keldi, birpas yotib dam oldi. Kiprigi yumildi, gul kabi uxlab qoldi. Barakalloh Temurbek. Lola bog'chaga chiqdi. Kechga qadar gul terdi. Etak-etak to'pladi. Har kungidan mol terdi. Sochiga gul bog'ladi, chakkasiga taxti gul. Yelkalaridan tashlab gulga ko'mildi butkul. So'ngra uyga keldi. Birpas yotib dam oldi. Kiprigi yumildi, gul kabi uxlab qoldi. Barakalloh Rayhona. Lola bog'chaga chiqib kechga qadar gul terdi. Etak-etak to'pladi. Har kungidan mol terdi. Sochiga gul bog'ladi, chakkasiga taxti gul. Yelkalaridan tashlab gulga ko'mildi butkul. So'ngra uyga keldi, birpas yotib dam oldi. Kiprigi yumildi, gul kabi uxlab qoldi. Barakalloh Jamshidbek. Lola bog'chaga chiqib kechga qadar gul terdi. Etak-etak to'pladi. Har kungidan mol terdi. Sochiga gul bog'ladi, chekkasiga taxti gul. Yelkalaridan tashlab gulga ko'mildi butkul. So'ngra uyga keldi-yu, birpas yotib dam oldi. Kiprigi yumildi, gul kabi uxlab qoldi. Barakalloh. Mohtarom. Lola bog'chadan chiqib kechga qadar gul terdi, etak-etak to'pladi. Har kungidan mol terdi. Sochiga gul bog'ladi, chekkasiga taxti gul. Yelkalaridan tashlab gulga ko'mildi butkul. So'ngra uyga keldi-yu, birpas dam oldi. Yotib dam oldi. Kiprigi yumildi, gul kabi uxlab qoldi. Fayzulloh. Lola bog'chaga chiqib kechga qadar gul terdi. Etak-etak to'pladi. Har kungidan mol terdi. Sochiga gul bog'ladi, chakkasiga taxti gul. Yelkalaridan tashlab gulga bosildi. So'ngra uyga So'ngra uyga keldi. Birpas yotib dam oldi. qattiqroq aytamiz, ha? Lola bog'chadan chiqib kechga qadar gul terdi, etak-etak to'pladi. Har kungidan mol terdi. Sochiga gul bog'ladi, chekkasiga taxti gul. Yelkalaridan tashlab uyga ko'mildi butkul. So'ngra uyga keldi, birpas yotib dam oldi. Kiprigi yumildi, gul kabi uxlab qoldi. Barakalloh. Lola bog'chaga chiqib kechga qadar gul terdi. Etak-etak to'pladi. Har kungidan mol terdi. Sochiga gul bog'ladi, chekkasiga taxti gul. Yelkalaridan tashlab gulga ko'mildi butkul. So'ngra uyga keldi-yu, birpas yotib dam oldi. Kiprigi
kiprigi yumurdi, gul kabi uxlab. Barakallah, Ruxshona. Kechga qadar bo'lganda, etak to'pladi, har kunga mo'l dedi. Sochiga gul bog'ladi, chekkasiga taxtiga, yelkalaridan tashlab, gulga ko'mdi butkul. So'ngra uyga keldi-yu, bir dam oldi. Kiprigi yumurdi, gul kabi uxlab qoldi. Lola bog'chadan chiqdi. Kechga qadar gur dedi, etak to'pladi, sochiga gur bog'ladi, chakkasida gur taxti. So'ngra uyga keldi, birpasda dam oldi, kiprigi yumurdi, gurga ushlab qoldi. Barakallah, Ismora. Lola bog'chaga chiqdi, kechga qadar gur dedi, etak to'pladi, har kungiday mo'l dedi, sochiga gul bog'ladi, chakkasiga taxti gul, yelkalaridan tashlab, gulga ko'mdi butkul. So'ngra uyga keldi-yu, birpasda dam oldi, kiprigi yumurdi, gul kabi uxlab qoldi. Barakallah, Azizaxon. Lola bog'chaga chiqdi, kech payt qadar gul dedi, etak to'ldirdi, har kundan mo'l dedi, sochiga gul boyladi, chekkasiga taxti gul, yelkalaridan tashlab, gulga ko'mdi butkul. So'ngra uyga keldi. Birpas yotib dam oldi, kiprigi yumurdi, gul kabi uxlab qoldi. Barakallah, Muslimaxon. Lola bog'chaga chiqdi. Qattiqroq. Lola bog'chaga chiqdi, kechga qadar Lekin yalnızca gidiyorlar. Yelkalardan tashlab, sonra Yaxshi, Dostonbek. Bog'chaga chiqib, kechga qadar gur dedi. Etak to'pladi, har kuni dam oldi, sochiga gul bog'ladi, chekkasiga taxti gul, yelkalaridan tashlab, gulga ko'mdi butkul. So'ngra uyga keldi-yu, birpas dam oldi, kiprigi yumurdi, gul kabi uxlab qoldi. Abdumalik. Bog'chaga chiqdi, kechga qadar gul dedi. Har kungiday mo'l dedi. Sochiga Sochiga bog'ladi gul, chekkasiga taxti gul. yelkalaridan Barakalla bolajonlar, hammamiz she'rni juda ham yaxshi yodlabmiz. Endi qaranglar, sizlarga topshiriq bor ekan. Sizga ham sovg'a qildi. Bugun sirlinigi bilan ajralib turadi. Berilgan topshiriq va savollarga to'g'ri javob bersangiz, gul yaproqlari ochilib, bugungi darsingiz mavzusi kelib chiqadi. Endi savollarni men o'qiyman. Ota so'zidagi bosh harf. Sana so'zidagi Aziza. Alloma so'zidagi birinchi bo'g'inimiz nima yo'q? Qani jamshid? Allomadagi bo'g'in. La harflaridan bo'g'in hosil qiling. La juda ham yaxshi. Is so'zini teskari o'qing, Abdulatif. Is so'zini teskari o'qing. O'qing, qani Si. Endi qani qaraylikchi, mavzuyimizning nomi nima ekan? Ona allasi. Barakalla. Endi ona so'zini bo'g'inga bo'ling. Nima uchun ikki bo'g'in? Barakalla. Qaysi ullilar ekan? Allasi so'zini ikki bo'g'inga bo'ling. Allasi. 3 bo'g'in. Barakalla. Nima uchun 3 bo'g'in ekan? Nima uchun 3 ta ulli harf bo'lsa, uni 3 bo'g'in deymiz ekan? Kim aytadi? Qara. 3 ta ulli, 3 ta undash bor. Ullilar harf bo'g'in hosil qiladi. Ullilar bo'g'in hosil qilar ekan. Juda ham yaxshi bolajonlar. Kimlar alla o'rganib keldi? Alla bilamizmi? Qani Shahnoza, Rayhona, Muharram, Muharram. Aziz o'rgandingizmi?
chiqing. Chiroyli qilib aytamiz, ha? Aytavering. Alla aytdi shirin, o'g'lim uxlab qolding, kiprigingni yumgina yumgin, uxlagina alla alla, uxlab qolding alla bolam. Barakalla. O'g'laroy. Qattiq ayting, eshitilmayapti, bolajonlar. Barakalla, Muharram. Alla bolam ko'chasi, alla yo, alla, alla lovchi onang bor, uxlab qolgin, alla, o'ynatuvchi momong bor, alla yo, alla, shukur qilgin bobong bor, jonim bolam, alla. Barakalla, Shahnozaxon. Allah desam uxlaydi, Allah yo, Allah. Mayli. Azizaxon, qani? Senga qo'ydim yaxshi ot, Allah. Yaxshi niyatdir. Yaxshi niyatir murod, Allah. Bo'ldi, barakalla. Hammamiz o'tirib olamiz, ha? Endi Allahimiz bor, qo'y bergiyman, vaqtimiz o'tib ketadi. Bolajonlar, ona Allasi rivoyati bilan tanishamiz. Qani eshitib turamiz. Ona Allasi. Rivoyat. Qadim zamonda bir podshoh bo'lgan ekan. U bir kuni qo'shiqchilarni chaqiribdi. Ularga navbatma-navbat kuylashni buyuribdi. Lekin birorta qo'shiq ma'qul kelmadi. Oxiri bir onaxonni keltiribdilar. U alla aytishni boshlabdi. Podshoh esa qo'shiqni eshitib, yum-yum yig'labdi. Bu kuy unga munis onajonini, beg'ubor bolaligini eslatdi. Shuningdek, bu allada xalqning orzu armonlari ham bayon etilgan ekan. Senga qo'ydim yaxshi ot, alla, alla, yaxshi niyatdir murod, alla, alla, yurtu elga suyansang, alla, alla, senga bo'lsin qanot, senga bo'lsin qanot, alla bolam, alla. Matnimiz bilan tanishdilaringmi? Ha. Alla yoqdimi? Ha. Alla bolajonlar ba'zi odamlarni yig'latar ekan. Kim yig'latdi? Ha, hozir biz sizlar bilan ajratish metodini o'rganamiz. Birinchi qator 1 dan 8 gacha sanang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Endi ikkinchi qator sanang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uchinchi qator sanang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Barakalla. Hozir bolajonlar, juft sonlar o'rnidan tursin, o'sha joyida turing. Sizlar mana bulardan bittadan tanlaysizda, yaxshilab o'qib, joyingizda yodlab turasiz. Men bu savolni aytaman. Qani bittadan tanla. Yaxshilab o'rganib oling. O'rganib bo'ldingizmi?
Barakalla, olib chiqib bering. Opangizga bering. Ona allasi. Ikkinchi savol. Qadimda kim bo'lgan ekan? Kimda ekan? Podshoh. To'liq o'qing. Qadimda podshoh bo'lgan ekan. Ha, javobni to'liq o'qiymiz bolajonlar. Endi keyingi savol. U bir kuni kimlarni chaqirib kimga tushdi qani? U bir kuni qo'shnilarning chaqirdi. Barakalla, opangizga bering. Ularga nima qilishni buyuribdi? Kimga tushdi qani? Ularga nima qilishni buyuribdi? Yo'q, emas. Qani? Ularga nima qilishni buyuribdi? Ularga navbat buyurasi buyuribdi. Barakalla. Podshohga qo'shiq ma'qul kelibdimi bolajonlar? Yo'q. Qani? Mening birorta qo'shiq ma'qul kelmabdi. Bering opangizga, juda ham yaxshi. Oxiri kimni keltiribdilar? Oxiri bir onaxonni keltiribdilar. Juda ham yaxshi. Onaxon nima aytishni boshlabdi bolajonlar? Onaxon alla aytishni boshlabdi. Bering. Podshoh kuyni eshitib nima qilibdi? Kimga chiqqani? Uy, Ha? uning Yo'q, siz xato ketdingiz. Bu emas javob. Qani, o'qingchi. Podshoh esa qo'shiqni eshitib yum yig'ladi. Barakalla. Bu kuy unga kimni eslatdi? Bu kuy uning onajonini beqaror bolaligini eslatdi. Juda ham yaxshi. Bu allada xalqning nimalari bayon etilgan ekan? Shuningdek, bu allada xalqning orzu-armonlari ham bayon etilgan ekan. Bering opangizga. Senga qo'ydim yaxshi ot alla. Senga qo'ydim yaxshi ot alla, yaxshi niyat murod alla. Juda ham yaxshi. Bering. Endi yurtu elga suyansang alla, senga bo'lg'usidir qanot alla. Juda ham yaxshi. O'tiring. Endi bolajonlar, mana bosganimizda bizim bugungi yangi mavzuyimiz paydo bo'ldi. Endi hammamiz kitobimizga qo'limizni qo'yamiz matnga. Bo'lishi mumkin emas o'yinini o'ynaymiz, bolajonlar. Men hozir rivoyatni o'qiyman. Agar shu o'qiyotganimda orasida mana shu matnda yo'q bo'lgan notanish, noto'g'ri jumlani eshitib qolsangiz, meni bo'lishi mumkin emas deb turib to'xtatasiz. Tushunarlimi? Qadimda bir podshoh bo'lgan ekan. U bir kuni dehqonlarni qaysi so'z bo'lishi mumkin emas? Qo'shiqchilarni bo'lish kerak-da. Ularga navbat kuylashni buyuribdi. Lekin birorta daraxt axiri bir cholni keltirib u qo'shiq aytishni boshladi. Qo'shiq o'rnida nima bo'lishi kerak? Podshoh esa qo'shiqni eshitib kulibdi. Yig'laganida. Bu imorat unga munis onajonim. Shuningdek, bu raqsda xalqning bayon etilgan ekan. Juda ham yaxshi. Hozir bolajonlar, daftaringizga bugungi sanani qo'yasiz. Bugun sanamiz nechi edi? 5-mart. Mayli, davom etib ketamiz. Mavzuyimiz nomini nega bolajonlar? Ona allasi. Ona allasi. Yozing. Hozir lug'at ishi o'tkazamiz. Qani? Ohang, murod, maqsad, armon, Ohang. Yozing. Murodchi. Murod. Maqsad. Armon. Ushalmagan. Orzu. Dostkamizga sig'may qoldi. Shuni yozsangiz yetadi.
Chiroyli qilib yozamiz, a? Bo'ladi. Yoz bo'lganlar qo'lini qo'yib tursin. Ruchkamizni qo'yib chiroyli bo'lib o'tirib olamiz. Keyin yopishtiraverasiz, kley qo'shilgan. Bo'ldi. Bo'ldimi? Endi hozir dam olish daqiqasini o'tkazib olamiz. Hammamiz nima qilamiz? O'rnimizdan turamiz. Tayyormizmi? Bir xilda harakat qiling, ko'taring. Barakalla, dam oldikmi? Endi joy-joyimizga o'tirib olamiz. Hozir men sizlarga so'zlar tarqataman.